Anibla.uz birinchi uz fandab. Telegramdagi Amedia TV uzga qo'shilinglar. Hatto hozir ham uni kurashi uyqusida davom etyapti. Shunga iltimos sizdan bizlar bilan birga uni ko'rgani boring. Qilolmayman. Kelishimi? Men oyim bor kuchi bilan harakat qilyapti. Men esa u haqida yomon gapirdim. Hech qisi yo'q. Uni ko'rgani borsiz, shu zahoti sizni kechiradi. Yana juda ham xursand bo'ladi. Rostdanmi? Albatta. Bizlar bilan yuring. Play Marketdagi Anibla.uz ilovasi uchun maxsus o'zbek tili o'girildi. Anibla.uz taqdim etadi. Bossning qizi va uning enagasi. Bo'ldi, sovg'a tayyor. Faqat kichkina xonim, hech narsani unutmadingizmi? Yo'q, hammasi joyida. Singiljonim, yoningga mehmon keldi. Oyi. Meni kechiring. Bo'tda juda harakat qilyapsiz. Men esa sizni ko'rgani kelmadim. Sizni begona deganim uchun kechiring. Siz haqingizda juda ham ko'p narsani bilishni xohlayman. Xudoni sinovidan o'tsangiz, iltimos menga aytib bering. Men ham siz bilmaydigan hamma narsani aytib bermoqchiman. Shuning uchun taslim bo'lmang. Oyijon. Ko'rvasanmi? Bizni yayi katta qiz bo'lib qopti. Ha. Ko'z yoshlar ham naqdigan-ku. Kelishimi? Sovg'a. Ha, albatta. Bu yoqda nima chizgan edingiz? Oyim yolg'iz bo'lmasligi uchun. Hammani rasmini chizdim. Endi onangiz o'zini yolg'iz his qilmaydi. Ha, Nima? Tushlik vaqti ham bo'lib qoldi. Yegani biror narsa olmaysizlarmi? Keling shunaqa qilamiz. Aftidan Yayka Toru bilan ancha chiqishib qoldi. Ha. Avvalgidan ko'proq gapiryapti. Yana oldingidek g'amgin ham emas. bilasizmi azizim? Bizni Yaykaga qarasam sizni ko'raman.
Hey, qaysi ma'noda? Mana qarang. Unga aniq nimadir yoqmayapti. Qovog'ini solib o'tirishini qarang. Xuddi sizdek. Nima, men ham shunda o'tiramanmi? Rostdanmi? Mana yana ikki tomchi suvdek bir-biringizga o'xshaysizlar. Qiziq, katta bo'lganida qanday bo'lar ekan-a? U bilan birga qancha narsalarni o'rgana olar ekanman. Kelajagimizni sabrsizlik bilan kutaman. Yo'q, 7 yoshga to'ldi. Anchadan beri uni sen bilan uchrashtirmaganimga meni kechir. Tan olishga uyalaman. Lekin men juda ham yomon ota bo'ldim. Shu kungacha faqat yaqinlarim qo'llab-quvvatlagani uchun sabrli bo'ldim. Hayotim o'z qizini tarbiyalash, Yakudzani boshqarishdan ham qiyinroqligini kim ham o'ylabdi? Bilasanmi, bu ish men uchun juda ham qiyin ekan. Sen esa uni osongina kuldira olerding. To'g'ri, Yaykaga enagalik qilayotganini bilsa, qanchalik hayratlanishini tasavvur qilaman. Aytgancha, shu atrofda bir tanishimizga ko'zim tushdi. Hoy, buni ham olib berasiz. Hoy, baqirma, bu seni holingni uy emas. Shifoxonadamiz. Unda siz ham ziqlan Buncha bo'lmay shovqin solishmasa. Bergan va'dani unutdingmi deyman. U sani to'dangda yurgan paytidan ancha o'zgaribdi, lekin muhimi sog'omon ekan. Bizning oy. Faqat bitta pachka olamiz deganding-ku. Oysan. Sen? To'g'ri. Salom. Hozirgina Kanamichanni ko'rgandim. Lekin seni sho'ttaligingni bilmayman. Avoy, bu yoqda nima qilasizlar? Bolakay mukol olishga olib kelgandim. Hozir uni gali keladi. O, kichkina xonim, siz ham kattagina qiz bo'lib qopsiz. Bo'sga qaraganda juda ham chiroyli ekansiz. Men ham shunaqa degandim. Kirishimi? Bu kim? Uni eslolmasangiz kerak. Bu to'ychira Avoy. U bizani to'damizda otangizga xizmat qilgan. Hozir esa oddiygina otaga aylanganman. Hoy, kirishimi? Eshitishim bo'yicha kichkina xonimga enagalik qo'ygan ekansan. Ha, shunaqa. Oddiy choy damlashni ham eplolmaysan-u, qanaqasi enaga bo'lding? To'g'ri. Salom, ismim Koki Aoy. Yoshim 6da. Sakuragi Yayka, 7 yosh. O'g'ling kichkina xonimdan 1 yoshga kichkina ekanda. Do'stlashib olishadi degan umiddaman. Chunki yaqin atrofda o'g'limning tengdoshlari yo'q. Mana senga o'yinchi. Men bilan uchrashuvga chiqasanmi? Istamayman. Hoy, bundoq qilib do'stlashmaydi. Avoy, bolaga qanaqa tarbiya beryapsan o'zi? Ke, bu haqda gaplashmaymiz. Ketganimdan keyin o'rnimni egallaganing uchun kattakon rahmat. Xursand qilding. Bu san tufayli. Bo'st ishlari yaxshimi? Hammasi avvalgidek qizini juda yaxshi ko'radi. Ha, to'g'ri. Sendan boshqa hech kimga ishonmaydi. Men orqamdan shuncha tashvish kelgan bo'lsa ham, hatto bitta rahmat ham etolmadim. Menimcha bunisini berishim kerakmidi? Hoy bola, kichkina xonimga bunchalik yopishma. Ha? Bu odam bilan urushib qolganmi? Oldin do'st bo'lishgan. Endi esa yo'q, shundaymi? Yo'q, ularning orasida adovat yo'q. Shunaqa bo'lib qoldi. Avoy o'zi uchun muhimroq bo'lgan narsani topdi. Bu xuddi otangiz himoya qilmoqchi bo'lgan narsaga o'xshaydi. Shu narsani saqlab qolish uchun esa u o'z yo'lidan yurishga majbur bo'ldi. Shuning uchun Avoy to'dadan ketishga qaror qildi. Endi u odam bilan do'st bo'la olmaydimi? Yo'q, nimaga unaqa deyapsiz? Otangiz Avoydan umuman xabar bo'lmagan. Avoy ham otangizni qattiq hurmat qiladi. Shunaqami? Bu yaxshi.
Bo'lmasa biza ketdik. Aha. O'zingni ehtiyot qil. Sen esa bo'skanlikni olmasligi uchun xonimga yaxshilab qara. Mana bunaqa qo'rqitma. Kichkina xonim, siz ham sog' bo'ling. Odammi sendan jahli chiqqani yo'q. Demak, yana do'st bo'lishinglar mumkin. Kichkina xonim. Otajon yig'layapsizmi? Yo'q, men. Ha, ko'zingga narsa kirib ketdimi? Rahmat kattakon. Iltimos otangizga tez orada uni oldiga sovg'alar bilan borishimni aytib qo'ying. Xo'p, Minnatdorchilik sifatida Kirishimani bitta sirini aytaman sizga. Kichkina xonim, unga quloq solmang. Biza qaytdik. Oh, qaytdingizmi? Nimaga qolib ketdingiz? Do'konda Oysanni uchratib qoldik. Biroz gaplashib o'tirdik. Demak, ko'rishibsiz-da. ada, Avoy degan amakini uchratdik. U tez orada sovg'alar bilan bizni ko'rgani kelishni aytdi. Rostdanmi? Aytganing uchun rahmat. Mana aqlliginam. Ha, Bu gapni o'zi kelib aytish kerak edi. Ha, hayron qolishga o'rin yo'q. Nima haqida o'ylayotganligi shundoqqina bilinib turibdi. Avoy senga biror narsa dedimi? U haligacha to'dadan ketgani uchun afsuslanyapti. Har doim o'zidan ko'ra boshqalar haqida qayg'uradi. U shunaqa odam. O'zing ham u ketgandan keyin yolg'izlanib qolding, to'g'rimi? Nimaga endi? Mani yuqoriga ko'tarishdi. Bundan faxrlanaman. Ha, tushunarli. Bu ahamiyatsiz dedi-yu, lekin aslida shunaqamikin? Hoy, to'g'ri. O'sar yana boshimga balo orttirdingmi deyman. Basharamga bir qara. Mani ham kaltaklashdi-yu. Endi ularni hammasi sanadib shifoxonada. O'zlari qo'lingdan kelsa o'ldirdi ishdi. Ularni shunchalik kuchli ekan deb o'ylayman. Bu guruhdagilarni muammoga ko'mishi aniq. Qani oldimga tush. Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Nima? O'tgan hafta ham xuddi shunaqa bo'lgandi. To'g'ri, har safar yuzini ko'kartirib keladi. Baribir ham Avoyga hammadan ko'proq sen yaqin eding, to'g'ri. U seni hayot tarzingga katta ta'sir o'tkazganiga hech shubha qilmayman. U o'zi bilmagan holda uning o'rnini egallayapti. Birpasda qorong'u tushdimi? Yoyka bilan uyga qaytinglar. Xo'p, Ehtiyot bo'linglar. oyijon. Yana ko'rishguncha. qani ketdik. Kichkina xonim. Sana tashlab ketishdimi? Voy bechora. Hali kichkina bo'lib turib jon jahding bilan hayot bilan kurashyapsan. Juda ham ko'p bo'g'irsoq sotib oldik. Birga yeyishimiz mumkin. Zo'r bo'lardi. Balki suvga xaraka ham berarmiz, a? Ha. Mushu. Mushuni ovozini eshitdim. Mushu deysizmi? Yoqimtoy. Sen yolg'izmisan? Kichkina xonim. Ahvolingiz yaxshimi? Ha. Qor. Qor? Qornim och. Ha? Katta rahmat sizlarga. Bu yaxshiliginglarni umrbod unutmayman. Unga berganingizdan afsuslanmaysizmi? Yo'q, lekin suvga xara endi bo'g'irsa yemaydi. Unga berish shart emas.
Endi ochimdan o'lib qolmayman. Hatto mushukchamni ham yeb qo'yay degandim. San o'yindan mushuking bilan qochdingmi? Yo'q, uydan o'zim yolg'iz qochganman. Qisqasi, bu yil o'qishga kirishim kerak edi. Lekin men unchalik ham aqlli emasman. Ota-onam janjal ko'tarishdi. Shunga xafa bo'lib ulardan qochib ketdim. Keyin shu mushukchani topib oldim. Avvaliga unga konserva taomlar olib berayotgandim. Pulim tugab qolgandan keyin o'zim och qoldim. Mushuklarning ovqati qimmat ekanligini bilmagandim. Nimaga uyga qaytmaysan? Ha, bu haqida ham o'ylab ko'rgandim, lekin men uni ovqatlantirdim. Endi uni tashab keta olmayman. Kirishima, uni boqib olsak bo'ladimi? Kichkina xonim, mushukka qarash unchalik ham oson emas. Unga o'zim g'amxo'rlik qilaman. Faqat shundagina u ham uyiga qayta oladi. Naqadar mehribon qizaloq. Quchog'imga kel. Yaqinlashma. Kichkina xonim. Faqat shu sababdan mushuk boqib olish to'g'ri qaror emas. Yoki uni rostdan ham boqish istaysizmi? Ha. Buni ustiga uni biz topib oldik. Uni yolg'iz tashab ketish shafqatsizlik. Yaxshi. Bosga mushuk haqida aytib ko'raman. Kichik xonim, Kumitsyo. Shoshmanglar. Nahotki u yakuzani qizi bo'lsa? Ma'zur tutasizlar. Birgalikda bir ham chiroyli ko'rib olsiz. Rasmga olsam maylimi? Yo'q, mumkin emas. Essiz. Balki tanishib olarmiz. Men Ayumi Hamadaman. Uni senga ishondim. Xo'p, Unga onalik qilmoqchi bo'lganing uchun rahmat. onali. Qornim ochdi, uyga bora qolay. Baribir to'ymabsan-da. Keyingi safar ko'rishganimizda do'stlashib olamiz. Keyingi safar bo'lmaydi deb umid qilaman. Mushukcha! Shoshmang, bo'g'irsa oldi degandingiz-ku. Ular mushukka aylanishdi. Qanaqasiga? Seni nima deb atasam ekan-a? Mayli. Yo'qimtoy mushukcha ekan, shuning uchun masalani kechiraman. Mayli, kechagidan qolgan narsalarimni yeb turaman. Ohagiga ovqat berish kerak. Bu o'sha kecha yayqa olib kelgan mushukmi? Tushunmadim. Hozirgina salomlashib ketdim-a? Ohagi, ovqatga. Qotga ketdi. Namuncha ko'p. Hammasi bo'zsi narsalarimi? Oho. Yaxshi, ke bitta-bittadan olib ketamiz. Qo'y, bu yoqda nima bo'pti? Kechirasiz. Boss, shaxsiy narsalarni olib ketishni so'ragandi. Qutida qop-qora narsaga ko'zim tushdi. Qora narsa? Ha, hali ham shu xonada bo'lsa kerak. Kirishima, Kichkina xonim, nima bo'ldi? ohagi ovqatga kelmadi. Ohagi? Bu ohagini ovozi. U bu yoqqa qayoqdan kelib qoldi?
Demayman ko'rgan narsa kichkina xonimmi mushugimidi? Nima bo'lganda ham uni tezroq topishimiz kerak. Topdingmi? Bola, buni to'loviga mani butun umrim ketsa kerak. Tinchlan taka o'chi. Kechir, seni ko'zdan qochiribman. Endi mensiz hech qayoqqa ketib qolma. Xo'sh, buni qanday qilib to'g'rilamoqchisan? Ularni cho'chtirib yuborganim uchun bo'ldi. Shunga ularni qattiq urishmang. Kichkina xonim, mushularning tilini bilasizmi? Mayli, kechiraman. Kattakon rahmat. Aqlligim. Baribir qizing menga emas, senga o'xshayapti. O'zingga yarashmaydigan ishlarni qilyapsanmi? Do'stim Kirishima. O'zingga umuman o'xshamayapsan. Sakuragi Gumidagi Iblis Kirishima. Play Marketdagi Anibla.uz ilovasi uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Goodbye, Teddy.